O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida kimyo sanoati korxonalarida yong'in va portlash xavfsizligini ta'minlashga bag'ishlangan respublika ilmiy-amaliy anjumani bo'lib o'tdi. Tadbirda yong'inlarni bartaraf etish, yong'in sodir bo'lganda qanday himoyalanish kabi masalalar yuzasidan fikr-mulohazalar almashildi. Anjumandan ko'zlangan asosiy maqsad kimyo sanoati korxonalarida yong'in va portlash xavfsizligini ta'minlash sohasidagi muammolarni chuqur tahlil qilish, xavf omillarini ilmiy asoslangan holda aniqlash hamda ularni kamaytirish va bartaraf etishga qaratilgan samarali yechimlarni ishlab chiqish hamda taklif va tavsiyalarni muhokama qilishdan iborat. Kimyo sanoat korxonalarida asosan endi o'sha ishlab chiqarish korxonalarida texnologik reglament bor. Bosimni ortib ketishi, haroratni ortib ketishi, demak, uning natijasida suyuqli gazlar chiqib turib, portlash yong'in xavfini olib keladi. Bu esa juda katta zarar keltiradi. Bu zarar esa texnologik jarayonni to'xtashiga olib keladi. Undan tashqari atrof muhitga katta zarar keltiradi. Shuning uchun bularni albatta, demak, oldini olish kerak, o'shaning uchun ilmiy yechimlar izlanadi. Yig'ilish davomida kimyo sanoatida yong'in portlash xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, avtomatlashtirilgan monitoring va nazorat tizimlaridan samarali foydalanish, inson omilini kamaytirish hamda ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Mavjud muammolar bular korxona tashkilotlarini uzoq muddatdan beri ishlatilayotganligi sababli ularni eskirishi natijasida yuzaga kelayotgan favqulodda vaziyatlar, ularni bartaraf etish uchun innovatsion qurilmalarni xabar berish, ogohlantirish va o'chirishni ta'minlab beradigan qurilmalarni joriy etish bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Tadbir yakunida ilg'or tajribalarni keng joriy etish, fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasini mustahkamlash, boy ilmiy merosni yosh avlodga yetkazish bo'yicha muhim taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Anjela Xushboqova, Shohruh Toshnazarov, yoshlar.